pensionerlar, pensiyaga yaqinlashayotgan fuqarolar va ota-onasining pensiya ishlarini yuritayotgan farzandlar, diqqat qiling. Bugungi mavzu juda muhim. Pensiya tizimida yangicha tartiblar, hisob kitoblar va hujjat tekshiruvlari haqida gaplashamiz. Bu masala faqat bugun pensiya olayotganlarga emas, ertaga pensiyaga chiqadigan har bir odamga tegishli. Chunki bir dona noto'g'ri yozilgan mehnat daftarchasi, bir oy to'lanmagan badal, bir tashkilotdan olinmagan ma'lumot keyinchalik pensiya miqdoriga ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun hozirroq kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing va oxirigacha diqqat bilan eshiting. Men bugun sizga oddiy tilda ekspert sifatida nimalar o'zgargani, kim nimadan xavotir olish kerakligi va hozirdan nima tayyorlab qo'yish zarurligini tushuntiraman. Avvallari ko'pchilik pensiya masalasiga juda kech, ya'ni yoshi yetib qolganda yoki ariza topshirish vaqti kelganda e'tibor berardi. Odamlar shunday o'ylardi. Mehnat daftarcham bor, ishlaganman, demak pensiyam chiqadi. Lekin amalda pensiya tayinlash jarayonida faqat mehnat daftarchasining o'zi yetarli bo'lmay qoladigan holatlar juda ko'p uchraydi. Ayniqsa eski tashkilotlar yopilgan bo'lsa, arxiv ma'lumotlari topilmasa, ish haqi to'g'risidagi ma'lumotlar saqlanmagan bo'lsa yoki ayrim yillarda sug'urta badallari to'liq ko'rinmasa, pensiya miqdori kutilganidan past chiqishi mumkin. Hozirgi davrda davlat organlari pensiya hisob kitobini tobora ko'proq elektron ma'lumotlar asosida yuritishga o'tmoqda. Bu yaxshi tomoni bilan qulay, odam idora yurishi kamayadi, ma'lumotlar avtomatik tekshiriladi. Ish tajriba badallar elektron bazadan ko'rinadi. Ammo ikkinchi tomoni ham bor. Agar elektron bazada sizning ma'lumotingiz noto'g'ri bo'lsa yoki umuman kiritilmagan bo'lsa, tizim siz ishlagan davrini ko'rmasligi mumkin. Qog'ozdagi haqiqat bilan elektron bazadagi haqiqat bir-biriga mos kelmasa, pensiya tayinlash jarayoni cho'ziladi. Avval ko'p narsani keyinroq aniqlaymiz, arxivdan olib kelamiz. Tashkilotdan ma'lumotnoma olamiz deb hal qilish mumkin edi. Hozir esa jarayon ancha tartibli va nazoratli bo'lib bormoqda. Har bir yil, har bir oy, har bir ish joyi, har bir daromad manbai aniq hujjat yoki elektron yozuv bilan tasdiqlanishi kerak. Bu ayniqsa norasmiy ishlaganlar, mavsumiy ishlaganlar, uzoq yillar avval kolxoz, sovxoz, zavod, qurilish tashkiloti, kichik korxona yoki xususiy firmalarda ishlagan fuqarolar uchun juda muhim. Asosiy qism 1 nimalarni bilish kerak, kim xavotir olishi kerak, kimga osonroq bo'ladi birinchi bilishingiz kerak bo'lgan narsa. Pensiya faqat yoshga qarab beriladigan oddiy to'lov emas. Pensiya miqdorida ish staji, rasmiy daromad, sug'urta badallari, ish joylari haqidagi ma'lumotlar, ayrim imtiyozli davrlar va qonunchilikda belgilangan shartlar hisobga olinadi. Demak, men 3 yil ishlaganman deyishning o'zi yetarli emas. Muhimi, o'sha 3 yil hujjatlarda qanday ko'rinmoqda. Masalan, birinchi misolni olaylik. Abdulloh aka 6 yoshga kirdi. Umrining 35 yilini turli korxonalarda ishlaganman deb hisoblaydi. Mehnat daftarchasida ham bir nechta ish joylari bor. Lekin tekshiruvda ma'lum bo'ldiki, 1995-yildan 2003-yilgacha ishlagan kichik korxona allaqachon yopilgan. Arxivga hujjatlar to'liq topshirilmagan. Elektron bazada esa o'sha davr bo'yicha ma'lumot yo'q. Natijada Abdulloh akaning 5 yillik staji bo'yicha qo'shimcha tasdiq talab qilinadi. Agar bu davr tasdiqlanmasa, pensiya hisobida katta farq paydo bo'lishi mumkin. Bu farq ba'zan oyga 100 ming so'm, 200 ming so'm, ayrim holatlarda undan ham ko'proq bo'lishi mumkin. Chunki pensiya har oy to'lanadi. Demak, kichik farq ham yillab hisoblaganda katta pulga aylanadi. Ikkinchi misol, Malika opa maktabda, keyin bog'chada ishlagan. Davlat tashkilotida ishlagani uchun hamma ma'lumotlar joyida deb o'ylaydi. Ko'pincha haqiqatan ham davlat tashkilotlarida ma'lumotlarni tiklash osonroq bo'ladi. Lekin bu yerda ham xatolik bo'lishi mumkin. Familiya nikohdan keyin o'zgargan, mehnat daftarchasida eski familiya, pasportda yangi familiya. Diplomda yana boshqa yozilish shakli. Agar hujjatlarda ism sharif bir xil bo'lmasa, tizim bir odamni ikki xil shaxs sifatida ko'rishi mumkin. Shunda nikoh guvohnomasi, familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjat, eski pasport ma'lumotlari kerak bo'ladi. Ko'pchilik bunday hujjatlarni oddiy deb o'ylaydi. Lekin aynan shular pensiya ishini tezlashtiradi yoki sekinlashtiradi. Uchinchi misol. Sardor aka uzoq yillar Rossiyada yoki Qozog'istonda ishlagan, keyin O'zbekistonga qaytgan. U men chetda ham ishladim, pensiyamga qo'shiladi deb umid qiladi. Bu masalada har doim ehtiyot bo'lish kerak. Chet eldagi mehnat faoliyati qaysi davlatda bo'lgani, rasmiy ishlaganmi yoki yo'qmi, u yerda badallar to'langanmi,
davlatlar o'rtasida pensiya ta'minoti bo'yicha kelishuvlar qanday ishlashi kabi savollar bor. Agar odam chetda norasmiy ishlagan bo'lsa, qo'lida shartnoma, ish haqi ma'lumotnomasi, badal to'lovlari bo'lmasa, u davrni pensiya hisobiga kiritish qiyinlashadi. Shu sababli chet elda ishlaganlar hozirdan hujjatlarni yig'ishi, tarjima va tasdiqlarni tayyorlashi kerak. Kimlar ko'proq xavotir olishi kerak? Birinchidan, mehnat daftarchasida o'chirilgan, tuzatilgan, tushunarsiz yozuvlar bor fuqarolar. Ikkinchidan, yopilgan korxonalarda ishlaganlar. Uchinchidan, uzoq vaqt norasmiy ishlaganlar. To'rtinchidan, ish beruvchi hammasi joyida deb aytgan, lekin maoshni konvertda bergan holatlar. Bunday paytda odam oylikni olgan bo'lishi mumkin, lekin rasmiy daromad past ko'rsatilgan bo'lsa, pensiya hisobida ham past daromad chiqadi. Beshinchidan, ayollar uchun homiladorlik, bola parvarishi, ishdagi tanaffuslar, yarim stavka ishlash kabi davrlar to'g'ri rasmiylashtirilganmi? Shuni tekshirish zarur. Kimlar unchalik xavotir olmasa ham bo'ladi. Agar siz butun umr rasmiy ishlagan bo'lsangiz, ish beruvchingiz badallarni to'g'ri to'lagan bo'lsa, elektron tizimlarda ma'lumotlaringiz to'liq ko'rinsa, hujjatlaringizda ism sharif, tug'ilgan sana, pasport va JJSH ma'lumotlari mos bo'lsa, pensiya jarayoni ancha yengil kechadi. Lekin men baribir xavotir olmang degani, umuman tekshirmang degani emasligini aytaman. Hatto davlat tashkilotida daftar yil ishlagan odamda ham bitta buyruq raqami noto'g'ri yozilgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun tekshiruv har kimga kerak. Yana bir muhim masala. Pensiyani yangi tartibda hisoblash deganda odamlar ko'pincha hammaning pensiyasi oshadi deb tushunadi. Aslida har qanday yangilanish ikki tomonga ishlashi mumkin. Agar tizim shaffof bo'lsa, rasmiy ishlagan, badal to'lagan, hujjatlar toza odamlar yutadi. Lekin norasmiy daromad bilan yashagan, staji qog'ozda boru, bazada yo'q odamlar qiyinchilikka duch keladi. Shu sababli bugungi eng katta xulosa shuki, pensiya huquqi faqat yosh kelganda emas, butun mehnat faoliyati davomida shakllanadi. Endi eng ko'p muammo chiqadigan joylarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat, mehnat daftarchasidagi yozuv har doim ham yetarli dalil bo'lavermaydi. Agar yozuv to'liq bo'lmasa, buyruq sanasi yo'q bo'lsa, lavozim nomi noto'g'ri yozilgan bo'lsa, muhr o'qilmasa, tashkilot nomi keyinchalik o'zgargan bo'lsa, qo'shimcha ma'lumotnoma so'ralishi mumkin. Masalan, ishga qabul qilindi deb yozilgan. Lekin qaysi lavozimga, qaysi buyruq asosida degan joyi bo'sh. Bunday yozuv keyinchalik bahsli bo'ladi. Ikkinchi nozik jihat, ish haqi ma'lumotlari. Ko'p odam pensiya miqdorini faqat staj belgilaydi deb o'ylaydi. Yo'q. Rasmiy daromad ham muhim. Agar siz 10 yil davomida amalda 5 million so'mga teng daromad qilgan bo'lsangiz, lekin hujjatda eng kam maoshga yaqin ko'rsatilgan bo'lsa, pensiya hisobida sizning rasmiy maoshingiz hisobga olinadi. Ish beruvchi vaqtida soliqlarni va badallarni pastroq ko'rsatgan bo'lsa, zararni kelajakda xodim ko'radi. Shuning uchun hozir ishlab yurganlar ham har oy o'z rasmiy daromadini tekshirib borish kerak. Uchinchi nozik jihat. Yakka tartibdagi tadbirkorlar, o'zini o'zi band qilganlar va dehqon xo'jaligi a'zolari. Bu toifadagi odamlar ko'pincha men ham mehnat qilyapman-ku deydi. Albatta mehnat qilyapsiz, lekin pensiya tizimi uchun mehnatning rasmiy tasdiqlangan shakli kerak. Agar tegishli to'lovlar vaqtida amalga oshirilmasa, ayrim davrlar stajga kirmasligi yoki to'liq hisoblanmasligi mumkin. Masalan, bozorda 25 yil savdo qilgan ayol rasmiy ro'yxatdan o'tmagan bo'lsa, keyin men 25 yil ishladim deb isbotlash juda qiyin bo'ladi. Agar ro'yxatdan o'tgan, soliqlar va badallar to'langan bo'lsa, vaziyat butunlay boshqacha. To'rtinchi nozik jihat, imtiyozli pensiya va zararli sharoitlarda ishlaganlar. Kon, kimyo, issiq sex, og'ir sanoat, tibbiyotning ayrim yo'nalishlari, ta'lim, harbiylashtirilgan xizmatlar kabi sohalarda ayrim imtiyozlar bo'lishi mumkin. Lekin bu imtiyozlar avtomatik berilmaydi. Lavozim nomi, ish sharoiti, ish joyining ro'yxatga mosligi, buyruqlar, shtat jadvali, attestatsiya hujjatlari talab qilinishi mumkin. Odam men zararli joyda ishlaganman deyishi bilan masala hal bo'lmaydi. Hujjatda aynan qaysi lavozim, qaysi sharoit, qaysi davrda ishlagani ko'rinishi kerak. 5-nozik jihat, ayollarning bola parvarishi davrlari. Ayolning ish faoliyati davomida tug'ruq ta'tili, bola parvarishi ta'tili, ishga qaytish, yarim stavkada ishlash kabi holatlar bo'ladi. Bu davrlar noto'g'ri rasmiylashtirilsa, pensiya hisobida chalkashlik chiqadi. Masalan, ayol 1996 yilda birinchi farzandini, 1999 yilda ikkinchi farzandini dunyoga keltirgan. Lekin korxona hujjatlarida ta'til buyruqlari saqlanmagan.
Keyinchalik bu davrlarni tasdiqlash uchun tug'ilganlik guvohnomalari, ish joyidan buyruq nusxalari, arxiv ma'lumotlari kerak bo'ladi. 6-nozik jihat. Pensiya tayinlangandan keyin ham qayta hisoblash masalasi. Ba'zi odam pensiyaga chiqadi, keyin eski ish joyidan qo'shimcha hujjat topib qoladi. Bunday holatda tegishli tartibda murojaat qilib, pensiyani qayta ko'rib chiqish imkoniyati bo'lishi mumkin. Lekin hamma narsa hujjatning mazmuniga, davriga va amaldagi qoidalarga bog'liq. Shuning uchun endi kech bo'ldi deb qo'l siltab yubormaslik kerak. Lekin albatta oshirib berishadi deb ham aniq va'da berib bo'lmaydi. Har bir ish alohida ko'rib chiqiladi. 7-nozik jihat bank kartalari va to'lov shakli. Pensiya tayinlanishi alohida masala. Uni olish tartibi alohida masala. Kartadagi muammo bank rekvizitlarining noto'g'ri kiritilishi, pasport muddati tugashi, yashash manzili o'zgargani haqida vaqtida xabar bermaslik pensiya to'lovining kechikishiga sabab bo'lishi mumkin. Ayniqsa yolg'iz yashaydigan keksalar. Nogironligi bo'lgan fuqarolar va chekka hududlarda yashovchilar farzandlari yordamida ma'lumotlarini tartibga keltirib qo'yish kerak. Endi eng muhim qism, siz bugundan boshlab nima qilishingiz kerak? Men sizga aniq ro'yxat beraman. Birinchi qadam, shaxsiy hujjatlaringizni tekshiring. Pasport yoki ID karta, JSHIR, tug'ilganlik haqidagi ma'lumotlar, nikoh guvohnomasi. Familiya o'zgargan bo'lsa, uni tasdiqlovchi hujjatlar bir-biriga mos bo'lishi kerak. Ismda bitta harf farqi ham keyin muammo bo'lishi mumkin. Masalan, Oktam bir joyda Uktam, boshqa joyda Oktam deb yozilgan bo'lsa, buni oldindan aniqlang. Ikkinchi qadam, mehnat daftarchangizni varaqlab chiqing. Har bir ish joyi bo'yicha ishga kirgan sana, ishdan bo'shagan sana, buyruq raqami, lavozim nomi, tashkilot muhri bor yo'qligini ko'ring. Agar yozuv o'qilmasa yoki bo'sh joylar bo'lsa, hozirdan sobiq ish beruvchi yoki arxivga murojaat qiling. Yoshingiz pensiyaga yetishiga 2-3 yil qolgan bo'lsa, bu ishni ertaga emas, bugun boshlang. 3-qadam. Ish haqi va badallar bo'yicha ma'lumotlaringizni tekshiring. Buni pensiya jamg'armasi bo'limi, yagona interaktiv davlat xizmatlari portali, soliq organlari yoki tegishli elektron xizmatlar orqali tekshirish mumkin. Agar elektron xizmatdan foydalanishni bilmasangiz, farzandingizdan, mahalladagi mas'ul xodimlardan yoki davlat xizmatlari markazidan yordam so'rang. Maqsad oddiy, siz ishlagan davrlar bazada ko'rinyaptimi yoki yo'qmi? Shuni bilish. 4-qadam, yopilgan korxonalar bo'yicha arxiv hujjatlarini qidiring. Agar siz eski zavod, kolxoz, sovxoz, qurilish tashkiloti, savdo bazasi yoki xususiy korxona ishlagan bo'lsangiz, u tashkilotning hujjatlari qayerga topshirilganini aniqlang. Tuman yoki viloyat arxivi, sobiq tashkilotning huquqiy vorisi, yugurib turuvchi idora, ayrim hollarda sud orqali faktni tasdiqlash masalasi ko'rilishi mumkin. Arxivga murojaat qilganda aniq yozing. Qaysi yillarda ishlagansiz, qaysi lavozimda, tashkilot nomi qanday bo'lgan, taxminiy buyruq sanalari bormi? 5-qadam, chet elda ishlagan bo'lsangiz, hujjatlarni tartiblang. Mehnat shartnomasi. Ish beruvchidan ma'lumotnoma, badal to'langanini tasdiqlovchi hujjatlar, ish haqi ma'lumotlari, tarjima va tasdiq masalalarini oldindan ko'rib chiqing. Chet eldagi hujjatni pensiya arizasi topshiriladigan kuni izlash juda kech bo'lishi mumkin. Ba'zan bunday hujjatlarni olish oylar davom etadi. 6-qadam, hozir ishlayotgan bo'lsangiz, rasmiy maoshingizni tekshiring. Ish beruvchi sizga hammasi joyida degani yetarli emas. Oylik varaqasi, soliq va badal bo'yicha ma'lumotlar, mehnat shartnomasi, lavozim buyruqlari sizda nusxa sifatida bo'lsin. Ayniqsa xususiy sektorda ishlayotganlar bunga e'tibor bersin. Bugun rasmiy 20 million ko'rsatilib qolganini qo'lda olayotgan odam ertaga pensiya hisobidan 20 millionlik daromad egasi sifatida ko'rinishi mumkin. 7-qadam. Pensiya jamg'armasining tuman yoki shahar bo'limiga oldindan maslahat uchun boring. Menga hali 3 yil bor, keyin boraman demang. Oldindan borib, shaxsiy ma'lumotlaringiz bo'yicha qanday hujjatlar yetishmayotganini bilib oling. Mutaxassisdan yozma ro'yxat so'rang. Qaysi ish joyi bo'yicha nima kerak? Qaysi davr tasdiqlanishi lozim? Qaysi hujjat nusxasi olinadi? Og'zaki gapni unutib qo'yish oson. Yozma ro'yxat esa sizga yo'l xaritasi bo'ladi. 8-qadam. Barcha hujjatlaringizdan nusxa va elektron surat tayyorlang. Mehnat daftarchasi, diplom, harbiy bilet, tug'ilganlik guvohnomalari, nikoh guvohnomasi, arxiv ma'lumotnomalari, ish haqi ma'lumotlari, buyruq nusxalari alohida papkada tursin. Telefoningizga rasmga olib qo'yish ham foydali, lekin asl nusxalarni saqlash bundan ham muhim. Hujjat yo'qolsa, uni tiklash ko'p vaqt oladi.
9-qadam, agar pensiya miqdori siz kutganingizdan past chiqsa, darhol sababini so'rang. Shuncha chiqdi, bo'ldi deb ketmang. Qaysi davr hisobga olingan, qaysi davr olinmagan, qaysi maosh ko'rsatkichlari ishlatilgan, qanday hujjat yetishmagani aniqlang. Agar asosli e'tirozingiz bo'lsa, belgilangan tartibda ariza yozing. Arizada hissiyot emas, fakt bo'lsin. Falon yildan falon yilgacha falon tashkilotda ishlaganman. Mehnat daftarchasida yozuv bor. Arxiv ma'lumotnomasini ilova qilyapman. Qayta ko'rib chiqishingizni so'rayman deb yoziladi. 10-qadam, yolg'iz keksalarga yordam bering. Ko'p ota-onalarimiz elektron tizim, portal, shir, arxiv so'rovi degan narsalarni tushunmaydi. Farzandlar, qarindoshlar, qo'shnilar bunday insonlarga yordam berishi kerak. Bitta ariza yozib berish, bitta hujjatni skaner qilib berish, davlat xizmatlari markaziga olib borish keksaning bir necha oylik ovora bo'lishining oldini oladi. Demak, pensionerlar va pensiyaga yaqinlashayotganlar uchun eng muhim xabar shuki, yangicha pensiya tizimi ko'proq aniqlik, elektron ma'lumot, rasmiy daromad va hujjat tartibini talab qiladi. Kimning hujjati toza, staji rasmiy, badallari ko'rinib turgan bo'lsa, unga jarayon osonroq bo'ladi. Kimda eski ish joylari, yopilgan korxonalar, norasmiy ish, familiya o'zgarishi, arxivdagi kamchiliklar bo'lsa, hozirdan tayyorgarlik ko'rish kerak. Men ekspert sifatida sizga eng muhim maslahatni beraman. Pensiya yoshiga yetguncha kutmang. Hujjatlaringizni bugun tekshiring. Yetishmayotganlarni bugun qidiring. Pensiya jamg'armasidan bugun maslahat oling. Chunki pensiya bu faqat oyma-oy pul emas. Bu sizning umr bo'yi qilgan mehnatingizning rasmiy tan olinishi. Agar sizda pensiya bo'yicha savol, tajriba yoki muammo bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Qaysi hujjat yetishmayapti? Qaysi davr hisobga olinmayapti? Pensiya miqdori bo'yicha qanday savolingiz bor? Yozing. Keyingi videolarda alohida ko'rib chiqamiz. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni ota-onangizga, yaqinlaringizga yuboring. Chunki bitta vaqtida qilingan tekshiruv kelajakda katta yo'qotishning oldini olishi mumkin.